Ilohiy qonunlar. Shar'iy hukmlarni joriy qilishdagi ilohiy qonunlar. Alloh bandalarni imtihon qiladi. Ular imtihondan qanday o'tishlarini sinash uchun shunday hukmlarni joriy etdiki, ularni bajarish nafsga og'irlik qiladi. Agar nafsga og'ir kelgan amallarni qilsak, imtihondan muvaffaqiyatli o'tamiz. Misol uchun, namoz o'qish, roza tutish, zakot berish kabi ibodatlar nafsga og'irlik qiladi. Nafsga og'irlik qiladigan ishlarni qilish bilangina Allohga yaqinlashish mumkin. Alloh hech qachon bandalariga zarar bo'ladigan narsalarni buyurmagan. Allohning barcha ishlarida cheksiz manfaatlar bor. Birinchi ilohiy qonun: Alloh buyurgan ishlarda bandalarga dunyo va oxirat uchun manfaat bor. Alloh insonni nimaga buyursa, unda inson uchun ko'plab foydalar bor. Jumladan roza tutish orqali tuzalishi qiyin bo'lgan ko'plab kasalliklardan qutulish mumkinligini ilm-fan tan oldi. Hatto ba'zi mamlakatlarda roza orqali davolaydigan shifoxonalar ham faoliyat ko'rsatmoqda. Namozdagi amallar, ya'ni ruku, sajdaning inson sog'ligi uchun ko'plab foydalari borligini musulmon bo'lmagan olimlar tan olmoqda. Xususan Gollandiya sport markazlaridagi murabbiylar bo'g'in og'riqlarining muolajasi uchun kuniga 10 daqiqa davomida namozdagi harakatlar, ya'ni ruku, sajdani mashq qildirishar ekan. Alloh joriy qilgan hukmlarning barchasi inson uchun faqat va faqat foydadir. Alloh Toha surasining 1-2 oyatlarida bunday marhamat qiladi. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahirrahmanirrahim. Toha ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. Ey Muhammad, biz senga Qur'onni undagi hukmlarni baxtsiz bo'lishing, zarar ko'rishing, ro'shnolik ko'rmasliging uchun nozil qilmaganmiz. Qur'on va undagi hukmlar ham moddiy, ham ma'naviy kasalliklardan forig' bo'lish orqali saodatga erishish uchun nozil qilingan. Alloh taolo bunday marhamat qiladi. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. Biz Qur'ondan mu'minlar uchun shifo va rahmat bo'lgan narsalarni nozil qilurmiz. Isro surasi 82-oyat. Zino sababli organizmda turli viruslar paydo bo'lishini, hatto qondagi ba'zi viruslar faqat zino qilish oqibatidan ekanini tibbiyot olimlari ta'kidlashmoqda. Harom narsada shifo bo'lmaydi. Shuning uchun payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam Innalloha lam yaj'al shifaa ummati fima harrama alayha. Ya'ni Alloh ummatimni shifosini harom narsalarga solib qo'ymagan deganlar. Xulosa qilib aytganda, Alloh buyurgan barcha amallarda insonlar uchun manfaat, qaytargan narsalarida esa zararlar bordir. Ikkinchi ilohiy qonun: Alloh hech bir jonga toqatidan tashqari narsani yuklamaydi. Bir odamga namoz o'qi desangiz, namoz o'qisam ishni kim qiladi? Yoki roza tut deganingizda ishlayman, roza tuta olmayman deb o'zini oqlashga urinsa, turli bahonalarni ro'kach qilsa, Allohni zolim sifati bilan vasflagan bo'ladi. Alloh saqlasin. Och qolmasligim uchun ishlashim kerak. Ishlamasam ochlikdan o'laman. Agar sen aytgandek namoz o'qisam ishim qolib ketadi. Shuning uchun namoz o'qimayman desak, go'yo Alloh bizni yaratgan-ku,
lekin kuchimiz, quvvatimiz nimaga yetishini bilmagan degan bo'lamiz. Kim shunday desa, Alloh asrasin, gunohi kabir qilgan bo'ladi. Aslida namoz o'qish, roza tutish va boshqa ibodatlarni qilishdan qochayotganlar va bunga tirikchilikni sabab qilayotganlar shayton vasvasasiga uchib, nafsiga qul bo'lmoqdalar, xolos. 3-ilohiy qonun Alloh shar'iy hukmlardagi qaytariqlarni shunchaki emas, foydamizni ko'zlab qilgan. O'tgan ummatlarga Alloh taolo sinash maqsadida asli halol narsalarni man qilgan. Misol uchun, shanba kuni baliq ovlash, molning charbisini iste'mol qilish. Bu qaytariqlar o'sha ishda zarar borligi uchun emas, balki sinov uchun man qilingan. Ammo Alloh ummati Muhammadga nima zarar bo'lsa, o'sha zararni daf qilish uchun qaytargan. Misol uchun aroq ichish, zino qilish, cho'chqa go'shtini yeyish, bularning barchasida zarar borligi uchun Alloh harom qilgan. Alloh shar'iy hukmlarda manfaatimizni ko'zlagan va biror nafs ko'tara olmaydigan ishlarni buyurmagan va eng muhimi, ularning barchasi sinash uchun emas, zararligi uchun qaytarilgan. Audio kitob Ilohiy qonunlar. Muallif Odilxon qori Yunusxon o'g'li. Mas'ul muharrir Davron Nurmuhammad. Matnni Abdulqayyum Ismoil o'qidi. Audioni Subhan Muslim tayyorladi. Davomi bor.